Azamat xonadonda mening qiziqishlarim kanal obunachilarim. Hammalar yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Mana men Toshkent viloyati Qibray tumanimi? Qibray tumani Mayski degan joyga kelyapmiz. Azamat atirgulchimiz borlar-yu, shular bilan birga yuribmiz. Mana aylanib hozir bir joyga kelyapmiz, ularni ko'rsatamiz sizlarga. Mana Tushamizmi? Tuyani olmaysizmi? Mana hurmatli obunachilar, biz hozir mutga kirib tuyani sutidan mana olyapmiz. Bu hozir jigarga rosa foydali ekan. Shundan kelib olib ketishar ekan rosa. Mayskidan. Hozir iloji bo'lsa tuyalarni ham ko'rsatamiz. Mana. Qaynatmasang ichamiz, a? Xomligicha. Mana quyuqqina ekan suti. Bir litr 50 ming ekan, hurmatli obunachilar. Mana hozir. Mana tuyalarga kelyapmiz. Voy bu homilan kattalarga. Mana o'xdi. Kim yo'qotdi tuyalar? Ha, kamaytirdi. Mana tuyalar. 35 dan 36 sanadan bir kelganimda. Shunaqa edi. O'sha paytda 50 deydi-da. Men onalar yurganda. Hozir tepaga chiqib ko'rsataman sizlarga. Voy bu Mamatlan qaranglar. Azamat meni shotga olib keldilar, erinmasdan. Mana tuyalar qaranglar. Bu onalari ekan. Bolasi yonida tursa sut berar ekan. Sog'dirar ekan. Yonida turmasa bermas ekan. Voy bu Mamat qaranglar. Bechoralar quyoshda turishibdi. Issiqda. Hozir olib borishsa agar bolasini ham ko'rsatishadi. 10 ta 15 ta bor shekilli bu yerda. Buni qaranglar. Buni qayergadir olib borishar ekan. Hozir keldi deyishyapti. Ovqatlantirishadi endi. Mana yo'la dalala. Hamma yo'q. Mana bitta nomerlari bor. Yaxshi ko'ryaptimi? Quyosh deyman, qaranglar. Nomer. Menga o'tganim hozir ko'rinmayapti. Juda quyosh tushyapti. 97 414 44 68 mana. Hozir yana antga bolasini ko'rgan ketamiz, boramiz. Mana bolalari. O'xti. 2 yil tug'adi tuya. Bir ana qilsa 1 yilda, biza 1 yil sog'ib. 1 yosh 4 oyliklari ham bor ekan. 2,5 yildan. Qaranglar kattaligi. Aytayotganim 12 oy tug'adi yo, anaqasi 12 oy. 12 oy. Ham so'raman. 12 dan 13 oy u ham anaqasiga qarab boyaga. Nasrinasiga ham qarab. Endi o'yin farq qilar ekan, bar 5-10 kun. Kunda o'tib ketar ekan cho'zibdi. O'g'il bo'lsa sal kech tug'iladi deb qo'yadi-yu odamda ham. Shunga o'xshagan bunda ham o'zini. Qiziq ekan-ku. Joylari katta ekan bu yerda. Mana ishqo'z bo'lgandan boqadi, hamma ham boqilmaydi. Boqolmadi, eplolmadi, urib qoldi. Bu ham shu o'ziga qulay anaqa bo'lmasa yasha olmaydi-da bu ham. Endi Ha, 26 ta qoldi ona bola. Ertaga bilan 30 tacha bor ekan-da. 30 tacha. Do'konlar 700%. Men masalan men erkaklar. Ushlab o'tirganda nima bo'ladi? Anaqaga olib ketishadi. Ko'pkari uloqlar o'ynaydi-ku o'shanga. Xashaylar. Yo'la dalalar. Kattalar keldi. Voy. Voy bo'ylarning balonligini qaranglar. Ana kattalari kelyapti. O'xti ana.
Ana birin-ketin kirib kelishyapti, qaranglar. Voy, ichkariga kirib eshik bor ekan. Ona eshik. 2 o'rkachlisi bor, 1 o'rkachli asosan. O'shalar qarang. O'rkachli erkak, o'rkachli ayol deyishadi. Buni bor severni, yurni deb aniq qilarga bu issiqchilar. ana kirib kelishyapti. Lekin bitta narsani aniq bilaman, 2 Ana. o'rkachli bilan 1 o'rkachli qo'shilsa tug'iladigan bola nortuya bo'ladi. Mana nortuya. Oq tuya eng kattasi. Yo'q. Ana yana kirib kelishyapti. Boyagi ko'rgan joyimizdan salqinga kirib kelishyapti o'zligiz. Shunday ekanda. Ana, Mana men ham havasga qotib ketdi-yu, o'zi oxir tug'ilgan bular. mana. Yoshiga to'lgan. Erkakmi? Erkak. Nortuya bo'ladi. Ana. Oho. Allan bolalar. O'zi tunlab sharkanda tiyara. Chiroyli. O'tganda to'xtamasa-yu, o'tga turadi. O'zi pastga kirib turadi. Tugalab qo'ygan. O'zi organizmini o'zini ham nimasi tushirib, yana bitta kamerasi bor, bu yoqqa kirgizib, u yoqdan chiqarib, Qaranglar. faqat kavush qaytarib yuraveradi. Bu yoqda 2 metr o'sha shakli. Voy, yurishini qaranglar bular. Balonlari ham bor. Avvallar parrani deyman. Erkak qatta Ona bola bular. Ona bo'lami? Mana bu onasi narigi qizi. Ana. Erkakga qatta o'tdi, erkak yo'q. Tashqarida kirmaydi. Bolasi edi shan hisobiga ham. Endi chiqib ketishyapti aylanib. Yo'q. Mana bu yerda ikkita ko'rik bo'ladi mana bu. Mana bu tish deydi-yu. Hozirchi bo'ladimi? Hozir tishi bo'ladi. Chiqib turadimi tashqariga? Qizilda lekin. Ko'rib qoladi. Ana. Oqishi ham bor ekan, jigar rengi ham bor ekan. Qizil ekan. Mashallah, barcha tuyachi. Go'da bundan katta-ku. Kechiga Instagram ko'rim 60 milliongacha qo'yishyapti. Qanaqa qilishdi bu hali. Bundan ham foydali, baribir boqadi. Kim uchun? Rosa hamma boqolmaydi. Ha, shunaqa. Sigir hamma boqqan, buni boqolmaydi aytganingizda. Yerlikka oldi. Ya'ni Habib Bahromov. Habib Bahromov. Yo'q, bu abitlari ham hozir birozdan keyin sal kun sovuq tushsa ketadi. Ha. Hamma qaranglar turishini. Hamma umr o'tdi. Ovozini. Qo'lab kiyma degan ekanlar-da. Mana. Hamma narsa Qabullar ko'rsatib kerak, mahsulotni-ku, masalan, 10 oylik bo'ldi, o'tib ketdi, kunni sanashgan babrishalik-ku. O'tib ketdi, 11 oy tug'ilganda ketishgan ekanda. Hozir yana 4 bolali bo'lib ketdi, ammo o'g'lab o'tadi. Mana qabrim tayyor deb qo'ydi. Mana ko'rsatib ketganlar, o'zi ko'ramiz dedi. Maktabdan o'lib qolsa, o'lik tug'ilsa qo'yganlar otamni. To'polon qilishyapti-yu. Mana Eksport endi mashaqqatlari. Qatlayevamiz Azamat tushuntirib ketdi. Mayskidagi chegara ekanmiz. Qozog'iston bilan O'zbekistonni yuk mashinalar o'tadigan tamojniga olamiz. Ha, mana. Mana hozir masjiddan 10 kilometrga shu mashinalar probkada. Hozir biz yo'ldan burilib ketamiz, bu boradigan joyimizga, lekin masjiddan hozir 10 kilometr kamida furalar to'xtab turibdi hozir. Mashina, mana. Mana shoferlarga Voy bechoralar issiqda. haykal qo'yish kerak edi-yu. Mana furalar. O'tirib o'tguncha bir kun shu o'tadi. Mana hammasi Qozog'iston chet elga chiqadigan eksport mahsulotlar hammasi. O'sha qovun ham bor, tarvuz ham bor, piyoz ham bor. Asosan bu qishloq xo'jalik mahsulotlarimizda mana ketyapti. Bu tamojnidan o'tadi-da. Tamojnidan o'tadi, ha. Tekshirib o'tkazguncha. Ha, shunaqa endi mashaqqati bor. Voy bechoralar. Shoferlarni qarab o'tirishdi. Juda ko'p o'tdi. Cheki yo'q hozir 10 kilometr kamida. Yo'q-e. Mana hozir 110 bo'ldi. Hozir kilometr olib chegaragacha boramiz. Mana olsangiz hozir bormayman, piyoz chiqargan ekan. Mana. Chegaraga borib qaytib kelib keyin haykal qilib ketamiz. Obunachilasi qiziq bo'lsa, Qiziq bo'ladi. Bunaqa joylarni hamma ham ko'rmaydi. Men o'zim ham endi ko'ryapman. Ana bo'lmasam. nazik yuribdi, yurayotgan ham qaysi mashinaga hisobiga bor. To'g'ri, sana mashinaga qarab. Voy, Hozir aylanib tushamiz. Yo'l tushamiz. Bular ham shu yoqqami? Ha, hamma shu yoqqa. Voy tavba. Juda ko'p. Hurmatli
hurmatli obunachilar, bugun sizlarga videolar qiziq bo'ladi juda ham. Asosan piyozda o'tdi. Ha, piyoz hozir men bilan ichida yopiladi, asosan qo'l mevalar. Qo'l mevalar ketsa kerak. Qo'l mevalar ketadi. Ochuvlarda piyozda ketadi. Piyoz, qo'l, tarvuz. Tarvuz, xona. Ochib qo'yadi mana. Xolodilniklarda asosan qishloq xo'jaligi o'shlar, misol uchun shoptoli bo'lar, olma bo'lar. Men uzumni hali chiqmadi. Qo'l, tarvuz, chunki ular xolodilnikda ketadi, bo'lmasa yer Pastda qoladi. ko'rsa, voy bu shunaqa joylar bor ekan. Ha. Mana bu ham bir o'ziga yarasha har bir ishni hikmati, qiyinchiligi, mashaqqati bo'ladi-ku. Mana bu shofirlik ham oson kasb emas-da. Hamma aytadi, fura haydasang $3000 oylik berar ekan, $2,500 beradi. Lekin mana chegaradan o'tish Azob. azob. Bular qonni ochib qolsa nima qiladi? Egalari kelib ovqat tashlab ketadi. Bu eksport qilayotgan odamlar. Mana piyozlar orqasi hammasi ochib Chunki qo'yishdi. oldinga o'tganimizda shofir o'zi olib kelib ovqat berib ketadi shofirlarga. Voy, bu poyezdga o'xshab turibdi. Ha. Voy, ana bo'lmasa. Chegarani qarang, bu begona mashinani. Mashaqqati o'ziga yarasha hamma. Shuni endi tez o'tkazib yuborsa bo'lmaydimikin? Tamojniyda. Bir oy ichi oldin 4 ta furada qoradori o'tib ketib qoldi. Chegarada. O'sha yaxshilab tekshiradi. Ha, o'shaning uchun qattiq turish boshlangan chegaralarda. Chunki bu yerda hukumatlar aro nizo kelib chiqib qoladi buning orqasidan. Ikkita davlatda shu qaysidir bitta ahmoq orqasida shuncha odam sarkardon bo'ladi. Mana ko'rib qancha shofir bor mana shunda. Yana hozir 2 kilometrdan oshdi, 3 kilometr bo'ldi yurganimizga. Hali o'tib tugamayapti. Ana sizlarga mashinalar. To'g'risidan qancha mashina bor. Ha. Piyozda eksportga chiqyapti. Ahmet berdi, hammasi yarim mashina to'lamas. Ha. 23 tonna oshib o'tsa, ishtirok bor hozir butun dunyo bo'yicha. Shunaqa aniq qo'yilgan hozir. Qonun chiqqan. Ha. Kelishilgan butun dunyo bo'yicha ko'p bo'lsa tormoz olganda chunki oldiga ketib qoladi-da ko'pincha. Ha. Har xil vaziyat qaydalari bilan ham. Ko'rasizmi mashinani? To'xtadi. Kam. Piyozlar kam Oldiga ketib qolib turib, shofirlar ezib qo'ygan payti ko'p bo'lgan ekan. To'g'ri. Shofirlar qulab qolib, boshqa bo'lib. O'shaning uchun yarimta yuklab turadi mashinalar. Voy, bu naryolam. O'zi mana bu yerga ketishimiz kerak edi. Chegaraga olib kelamiz dedi. To'g'ri, bir paket. Ha, ha, ha. Oh, oh. Nari paykaldan kirib borishimiz kerak sitkan yoni bilan. Ha. Mana gullatib ko'rasizmi? Ha, ha, ko'rdim. Mana dehqonlarimizdagi tasona ichkana shuncha furani qatorlashtirib eksportga chiqarib qo'yibdi. Ichida qancha oziq Har birida 23 ovqatlar. tonnadan bo'lganda ham o'rtacha hisobda. Ha. Bu yerda hozir 1000 tadan oshiq fura turibdi. 1 kilometrga 12 metrdan ma'lum furalar bo'lganda mashina keladi, 180-90 lori keladi. Ha. 1 kilometrga. 100 metrga 10 tadan turganda ham so'lang. 10 tadan bo'lsa ham 100 ta bo'ladi. 1 kilometr 10 kilometr 1000 ta bo'ladi. 1000 ta 23 tonnadan bo'lganda qancha ko'p ketadi? Qancha ko'p ketadi? 23.000 tonna yuk bo'ladi mana shu ochiq qilayotgani. Bu hozir biz ko'rgan paytimizdagi. Bu 24 soat ichida qancha bahsli eksport qilyapti yurtimizdan. Tadbirkorlarga, boshqalar mana. Mana shu haqiqiy eksport bo'ladi mana shu. Ha. Ana yurtimizni dehqonlarimizni. Bir yillik mehnatini mevasi bo'ladi mana shu turgan yuklar hammasi ichida. To'g'ri ichida boshqa yuk ham bo'lishi mumkin, lekin asosan bu yerda qishloq xo'jalik mahsulotlari bor bu. 23.000 tonna kuniga bahsda shundan o'tganda ham bir sutkada. Qancha valyuta keladi bizning xalqimizga? Shunday. Mana zo'r. Shofyorlarga qiyin. Ha, shofyorlik. Quyoshda o'tirishni ayting. Ha. Ular hali qancha bir kun o'tiradimi, 2 kun o'tiradimi? Ha, shunaqa. Bir kunda o'tib ketarmikan hammasi o'tmaydi. Yo, o'tishi ham mumkin. Endi unisi qorong'i. Chunki bu tekshiruv o'tishiga bog'liq.
hozir bu yerdan o'tganda Qozog'istondan o'tish kerak. U yoqda ham hozir anchagina vaqt oladi baribir bu yoqqa. Ha. O'chirib turasiz. Mana. Shashlik bor ekan, mana o'sha endi olib ketgan ekan. Hammasi yeb oladi. Qorni ochadi, muzdek suv ichgisi keladi. Shunaqa. Ko'rachilik ham qiyin, juda qiyin ekan. Issiqda turib, Hamma oson deydi. kutish. Deydi. Qo'rachilik oson kasb deydi. Kasbda hammasini o'ziga yarasha mashaqqati bor. Qiyinchiligi bor. Noto'g'ri bo'lsa, mana qo'rachilik yostiq shu o'tirgan hozir. Qancha o'tirgan. Ko'rishadi baribir, kimdir ko'radi. Ko'rganda do'stlariga tarqatib qo'ysa, qo'rachilik. Yengillik bo'lib qoladi balkim kimgadir, yaxshi tomon. Mana endi yurishyapti sekin-sekin. Oldin boshda buzilib qolganmi, nimadir bo'lganda. Yo'lda qulab qolganmi balkim shu. Qancha mashinalar. Hali chegaraga yetib kelmadik lekin. Telefon bor. Abdulaziz daladan olib chiq. Abdulaziz. Bularni olamiz. Balki olarmiz, anaqaga qattiq ekan. Uydami ekan dalasi. Qayerga kelganmisiz? Hozir bir komil gul chekirgan, o'shani nomer tashlab qo'ygan. Telegramdami? Ha, Telegramda qo'ygan. Bir oldin ketasizmi? Bir komil. Bir oldin kechi. Daladan 99 89 98. shunaqa bo'lishi kerak. Ha, chegaraga hali bor. Mana masjiddan yo'g'gan yana 1 kilometr yaqin chegarada bor. O'g'ri chegara o'tirgan joy. Oho, naryodan chegara. Kecha ancha bordi. Oho, mashinalar. Sarg'izdan ele chegara. Hali Ungacha hali ancha yo'l bor yana. ha? Yo'q. Ana Chegara yetib kelgan, orqa qaytamiz. chegaraga keldik mana hurmatli obunachilar. Sizlarga ko'rsatib, yana hozir orqaga qaytamiz. Mana mana shu chegara bunda. Mashinalar qayilib turgan joy. Mana orqa yo'l deb qo'yishibdi. Mana shu yerdan endi oho, rosa yurib keldik. Necha kilometr yurdik? 2,5 kilometr yurdik. Voy, bu ana. O'lchaganimizda bu yoqdan ancha bu yoqdan keyin o'lchadik-ku biz. Oldin o'lchagan o'sha yergacha 10 kilometr chiqadi. Ancha yurgandan keyin o'lchadik-ku biz. Mana hammasi qir atir dalalar. Chiroyli joylar ekan, qaranglar. Endi hozir biz atir gulzorga boramiz. Ha, Atir gullarni tomosha qilasizlar. xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana Mana furash mana hamma bu furalar qaranglar mana. Mana mana ichkarida furalar, tepada furalar. mana shofyorlarga qiyin, juda issiqda o'tda kutib o'tirishi deylar. Uchinchi yil o'tdimi yo 2 yil o'tdi? 3-chi yil o'tdi. Ha. 3-chi yil o'tdi. Mana hurmatli obunachilar, mana bunaqa dalalardan hozir gulzorga boryapmiz. Qaranglar, Dehqonga bitalak. dehqonlarga Shu kelib rahmat. qo'shlik o'tgan odamga rahmat Ha, deyishgan. shu quyoshda ishlayotganiga rahmat. Hozir bu gulzorni ko'rasizlar. Kuzgi ko'chatlar bo'ladi, xudo xolasa bo'ladi.
Yaxshi, mana shunaqa yo'llar qilib qo'ygan Qishda ekan. yuravermaydi bu yo'llar. Bu ha. Mana suvlarni, Bu kidiran deydi, bu yerda Mazza qilyaptami sigiram. Chanqab Mehnat ichyapti. qilgandan keyin dam olyapti sigir, tepasi uradi. Muzdekgina. Ha. Qattiq dam olish yo'llar deydi. Ha. Bular qishda yomg'ir yoqqanda kiravermaydi bu yerga. Ha. Yo'lda yurmaydi mashinalar. 10 yil oldin bu yerda biz dehqonchilik qilganimizda o'sha Nazarbek borishdan oldin. Bitta yomg'ir yog'sa kira olmasdik bu yerga. Ha. Sirg'ancho loy bo'ladi. Botqoq bo'lib qoladi. Ha. To'shamas-ku, loy-ku bu. To'g'ri. Keyin bu yerda yericha g'alati. Misol suv ichmasa tez qotib ketadi. Beton bilan suv ichsa balchiq bo'lib qoladi. Mana hurmatli obunachilar, biz keldik. Mana atirgulzorni qaranglar hozir. Sekin quyosh, lekin telefonim rosa qizib ketyapti. Ha, suvlarni qaranglar. Idishlarini solib qo'yishibdi. Zo'rligini qaranglar mana. Da o'tamiz. Ariqdan yana bitta ariqdan o'tamiz. Ana. Voy, bu mana gullarni. Ana Minervalar deysizmi? Voh, chiroyliligini. Voy, mana buni xrizantiyam o'xshaydi. Horma, yaxshimisiz? Yaxshilavasizmi? Mana bularni qaranglar chiroyliligini. Voy, ana bo'lmasa. Mana buni qaranglar, mayda. Chiroyliligini. Mana bularni qaranglar. O'xti. Ha, naryoqda ham bularni gulzorligi bor ekan. Ancha narida. Bizga shu qisqaroq joyga olib keldilar. Hozir azamatni o'zlari ham tushuntirib beradilar. O'zi gapirdi. Mana hurmatli obunachilar, hozir bu yerda azamat mana gullarni tushuntirib beradilar. Mana bularni qaranglar. Mana buni so'rtdi. Chiroyligini qara. O'shani aytaman. Buni rosa ko'p obunachilar so'rashdi mendan ham. O'zi bir 3 yil oldin Bo'yi ular shunaqa esdan chiqib past qolgan bo'lar ekan. Bo'yi baland bo'lmaydi. Gullash juda zo'r bu gullar bor-ku. Rangi hozir tomon bo'lib qolgan guli. Juda chiroyli ekan. Chiroyli ekan. Men ko'rmadim bunaqani. Mana bu sprey. Bu sprey. Lidiya bu anaqasi. Ro'zuvida oqarib ketgan hozir. Menda bor mana shunday. Bormi? Shunaqa tinmay gullayveradi. Mana bunisi hamisha bahor. Hozir sekin o'tib olamiz. Qaysi hamisha bahor? Hamisha bahor mana. Ha, qizil. Qizil sariq mana. Mana unchalar bor, mana shu qarasan. Unchalarini qarang mana. Mana. Voy, qo'ng'iz bor ekan. Endi bo'ladi qo'ng'iz. U ham nimadir yeyish kerak. Mana bu ham chiroyli ekan. Bu saru sprey. Mana bunisi qizil. Qizil. Qarang, buni ham guli ko'p bo'lar ekan. Jusmori, bu ham yangi sort ekan. Jusmori ana. Bu ham baland bo'lmasa ekan, baland bo'ladimi bu? Teplitsada baland bo'ladi. Ochiqqa baland emas. Mana bular ham shundan ekan. Juda ham chiroyli. Mana bu sortdan zo'r. Buni bir 10 yil oldin anaqadan olib kelgandim bundan. Badr akamgilardan. Zahiridan Flowers olib kelganman buni-da. Keyin keldi deyshuvdi, keyin shu bilan yovib ketgan sort bu. Bu da baland bo'lib o'ssa kerak-a? Hamma har xil aytadi, aka. Biza dollar ana shayba deymiz. Shaybami? Biza ana inglizcha nomi ham bormi? Ham ot qo'yib tashlayapti-da. Zo'r ekan. Bu anaqadan Hammasi. Rossiyada firma ana Ro'ydan kelgan firmasi bor edi. Mana bilan qaranglar. Bu yaxshi narsa bu ham, kerakli narsa. Ro's nima amidi shandan kelgan gul edi bu. Yaqin ko'rinyaptimi? Quyoshda. Ha, gullar aynaganda quyoshda, hali uchimagan gullar. Mana bular o'zi Azamatli gullari bu endi sizni gullaringiz-da. bu boshqa odamga shuni gaplashib olamiz. Sizda ham bor shundan bo'ladi. Kuzda xudo xolasa azamatda bo'ladi sotuvda. Xudo xolasa. Endi men o'zim yo'q sortlarni men hozir ko'rib chamalyapmiz-da. Mana men Rosmori menda yo'q. Ha. Bu sort umuman menda bo'lmagan. Mana bundanchi? Bundan bor. Bormi? Ha, bundan bor. Mana bu ham chiroyliligini qaranglar. Rosa guli ko'p.
qidirib chiqaveramiz-da, kim paykal bo'lsa. Ha. Sizni olib kelman, naridan paykal bor. Qarang, Ha, naryoni. bu yoqqa o'tishimiz uchun yana ancha vaqt kerak. Oho. O'tgan bir gullagan paytda kelamiz. Ha, bir kelamiz. Xudo xolasa. Mana bu yodinglarni ko'ring mana. Voy. Mablag' rang ketib qolibdi shunlarni. Ha. Ana 10 kun oldin zo'r edi bu paykal hozir. Hozir ham chiroyli. Ha. Ochilib turibdi-yu. Hozir guli qolmaganda pashti. Ha. Ana sal o'rinib qolgan. Qizillan qaranglar chiroyliligini. Hozir kesinlikle 13-iyunmi? Bugun 13. 13 mi? 12. 13 menimcha bugun. Shunaqa qarang gullashini. Ha. Ko'pchilik ay gullamaydi, mana gullaganini qarang. Quyoshda Yana kuydirmasdan. suvsiz joyda gullaganini qarang. Ha. Mashallah, qancha chiroyli gullagan. Mashallah, Hammasi bir tekis mashallah. gullagan qarang. Chiroyliligini qaranglar, mana bularni ranglari. Babilisda bu. Mana. Mana bular gulla bo'lgan. Bular hammasini kesish kerak. Endi kesiladi bular hammasi. Ha. Mana cho'rnimaga qarang. Chorni magiyalar. Yo'lan, o pastga siz qilma qil bor Ha. ekan. Bu oralida ozgina burab qo'lga surtib ham bor pastda. Maydan chiqqanman. Chiroyli. Lekin juda chiroyli. Kuzda xudo xolasa shulardan sizda bo'ladi hammasidan. Xudo Obunachilar so'rashsa, Kuzda faqat. Hozir telefon qilib, ana sort, mana sort deb foydasi yo'q, chunki hozir sotilmaydi bu ko'chatlarda. Bu sort so'da bo'lmaydi, to'g'ri. Bu sortda tuyagidan kalishda ham Lekin men juda zo'r ekan, mana bu qizil. Ha. Juda allambalo. Yana vitni. Qavati ham qo'paygan, qarang. Ha, Bu hozir maydonda bu yeriga olib kelganimda karasoni qotdi edi bularni. qarang. Qo'ygani hisobiga ham bo'lganda. Mana bu narigi chetda qizil rang, juda chiroylilari bor ekan. Yoqdan o'tish sal qiyinroq. Mana qaranglar. Ha, buni qarash shu eting, shunchalik qilib qo'yishganini eting, shuncha zo'r gulzor. Ha. Bizdan haykallar ko'p. Olish kerak. Bu yerda ariqdan ham suv kelar ekan-da. Ha. Mana bu chetda qizil ham chiroyli ekan, qarang rangini. Zo'r ekan. Chiroyli gullar, juda. Mana bu ham zo'r, ichi sariqchi. Anaqa u. Rosa tinmay, shtampovkasi zo'r gullaydi shuni. Zo'r gullar, to'ppa-to'p. Ha. Menda bitta bor-da. Bu 40 oyni sut o'smaganda, qarang. Ha. Hali yer yosh ko'chadi bular. Endi bular hali kuzga kelsangiz, xudo xolasa noyabr oyida. Mashina o'zi 3 metr bo'lib turgan bo'ladi bu. Ana. Kelamiz, xudo xolasa ko'rsatamiz. Mana bilan qaranglar, hurmatli obunachilar. Chiroyliligini. Bombastikmi? Sari spreyka bu. Bombastik otlarini. Bombastik narigisi bo'lishi kerak. Undan keyingisi. Bu sari spreyda bu. Hammasini oti bor. Adashdan qoladi odam bor-ku. Mana buni kichkina bo'lib turib gullaganini qarang. Bubbles. Mana o'zi ham kichkina. Bitta telefonlaringizni aytib berasizmi? 90'lik 582 96 23. Xudo xolasa kuzda shu gulladan kim olgisi kelsa, Azamatga telefon qilaverasizlar. Jo'natib O, beraman. ko'laydigan paytda unda yana ko'rsatamiz sizlarga. Juda chiroyli gullar ko'p ekan. Mana. Mana gulzor sizlarga. Yozni issig'ida. Shani ayting, hayron qoldim. Suv ham unaqa berilmaganda. Siznikida nam turadi-yu haqda. Bizda nam turganda gul ko'p bo'ladi bizda. Pastdan gul Bu mana anaqani shobadasi bormi deyman-da, qirlar. Mana qir adirlar. Arudan shadi suvlar. Qir adirlarning yonida gulzor. Ana, mana bilan chiroyliligini. Mana qaranglar. Atir gullarni ko'rgandan keyin odamni havasi kelaveradi. Buni qarang, buni qarang. Go'zal, go'zal, juda ham mana bubbles dedilar. Kichkina ko'chat bo'lmasam, g'uj gul. Qaranglar buni. Bargi ham uzunchoq-da. Gulini qaranglar. Xudo xolasa kuzda olasizlar. Olamiz, xudo xolasa. Qaranglar. Rosa guli ko'p ekan. Mana bular gullar bo'lgan. Juda ko'p. Mana, bash qator shunaqa. Juda chiroyli.
Ham kichkina ko'chatlar gullagan. Men bunaqasini ko'rmadim. Mana boshlaymiz. Mana. Bitta otini etib o'rgatamiz deb. Bir minutda video qilib berasan. Mana hurmatli obunachilar, azamatlar endi chiqib kelishyapti. Judayam atirgulli ko'p. Va nariyoda bu yerda hozir ko'rinmaydi. Bu nariyoda ham atirgulzor bor. O'tgan bir kelamiz. Uni ham videolar qilamiz, xudo xolisa. Ana furalan qaranglar turishini bechoralarni. Mana vaqti kelsa 2 kunlab ham qolib ketishar ekan issiq kunda. Erinmasdan u boshidan bu boshigacha furalanib boradigan joyini ko'rsatdilar ya azamat. Ana ko'rmagan joylarimni ko'rdim, sizlar ham ko'rdinglar. Hurmatli obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, men quyoshda telefonim juda qizib ketyapti, shuning uchun men sizlarga amallab ko'rsataman. Mana buni qaranglar. Vobshe chiroyli. Ko'chatini qaranglar, bo'yini pastligini. Teylari chopilgan, lekin suv kam. Shunda ham zo'r o'sganda. Buni qaranglar, hozir. Nariyodan azamat. O, teriga turibdi, past, ana o'shangacha ekan. Yo'q, men u yoqqacha tusholmayman dedim. Oyog'im og'rib ketadi, hurmatli obunachilar. Mana mashti shu atirgul o'sha yergacha borgan. Mana bilan qaranglar. Zo'ra, chiroyli, go'zal. Mana bitta yeng ochilgani bor ekan. Mana. Xudo xolisa kuzda bulardan azamatda hammasidan bo'ladi. Kuzda olasizlar. Mana sorti juda yoqdi. Chiroyliligini qarang. Go'zal, go'zal mana. Mana qaranglar. Chiroyliligini mana yengi ochyapti mana. Mana bular ochilib bo'lgan. Bular hammasini endi kesishar ekan. Buni kesgandan keyin yana quncha qilaveradi-da. Mana ko'ryapsizlar. Chiroyliligini. Nariyoda Kamazlar turibdi. Qoyil qoldimi Kamazlarga? Bechora shofyorlarga qiyin ekan. Mana bundan o'tamiz joyimizga, salqinda turaman endi. Mana endi hurmatli obunachilar, rosa videolarni oldik. Sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Keyingi safar nariyoda katta yana atirgulzor bor ekan. O'sha yerga kelamiz, xudo xolasa. Bu Mayskida ekan. Shunda ko'rdinglar, chegarani oldida. Mayskilarni ham bahonada ko'rib oldik. Keyingi videolarda hammalarni sog' salomat ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, layklarni bosib qo'yinglar. Kommentariyalarni yozinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Sog' bo'linglar.